Assalomu alaykum Andijon davlat pedagogika instituti va kanalimiz a'zolari. Biz har xil turdagi challengelar, so'rovnomalar o'tkazyapmiz, ammo tashqarida fidoyi xodimlarimizni topa olmayapmiz. Shuning uchun kafedralar o'rtasida qisqagina so'rovnoma o'tkazamiz. Qani ketdik. Siz uchun kitobdagi qahramonlar muhimmi yoki syujetlarmi? Albatta men uchun asarlardagi syujetlar, uni voqeligi muhimroq qahramonlardan ko'ra. Uni yakuni ko'proq meni qiziqtiradi. Nima bilan yakunlanishi? O'qib bo'lgan kitoblaringizni saqlaysizmi yoki sovg'a qilasizmi? O'qib bo'lgan kitoblarimni o'qib berishga kitobxonlarga berib turaman va saqlayman ham. Biron bir kitob hayotingizni o'zgartirganmi? Men bu savolga ha deb javob beraman. Masalan, O'tkir Hoshimovning Ichki eshik orasi kitobi meni hayotimni o'zgartirgan, o'zimni qaytadan kashf qilishga, shu o'rinda hayotga bir boshqacha nigoh bilan qarashimdagi. Siz uchun kitobdagi qahramonlar muhimmi yoki syujetmi? Albatta men o'qigan kitoblarda qahramonlar muhim hisoblanadi, chunki masalan misol keltirishim mumkin. Alisher Navoiyning hamsalaridan biri bo'lgan, ya'ni Layli va Majnun asaridagi Majnun, ya'ni Qays asaridagi qahramon men uchun nihoyatda muhim hisoblanadi. Sizni yig'latgan kitob qaysi? Meni yig'latgan kitob turk yozuvchisi Xadicha Kubroning "Ey ko'ngil pushaymonmisan" degan asari juda ham ta'sirli chiqqan. O'qishni boshlagan, ammo davom ettira olmagan kitobingiz qaysi? Bu hozirgi kunda Erik Frommning Ozodlikdan qochish kitobi. Qaysi kitob sizni bu haqda o'ziga tortdi? Odamiylik buniki, qahramonlikmi? Birinchi marotaba o'qigan kitobingiz qaysi? Birinchi marotaba o'qigan kitobingiz. Birinchi marta Wolf Missing kitobini o'qiganman, keyin Dale Carnegie'da Muomala sirlari degan kitobni o'qiganman. Keyingisi, qaysi kitobni sevib mutolaa qilgansiz? O'tkir Hoshimovni Daftar hoshiyasidagi bitiklarni sevib o'qiganman, hozir ham o'qib turaman. Va uchinchisi, kitobni sotib olasizmi yoki kutubxonadan olasizmi? Ko'proq vaziyatga qarayman. Qaysi biri qulay bo'lsa shu, ko'proq men kitobni sotib olaman.